Assalomu alaykum China Motors muxlislari. Bugungi obzorda Jack Sunray. Ochiqni aytadigan bo'lsak, faqat obzor hamma buni biladi. Aytib o'tirish hojati yo'q. Men shunchaki tanishtirib o'taman. Jack Sunray o'sha hamma biladigan Jack kompaniyasini odam tashishga mo'ljallangan eng katta mashina shu. Oldin 20 talik edi, endi 16 talikka o'tdi. Xullas qilib qo'sh balon yaka bilan ular bo'yicha to'xtab o'tirmaymiz. Bugun undan-da qizig'i. Bizdan hamma so'rardi, qachon sizlarda rassrochka ochiladi. Jack M3 ga qachon narxi arzon bo'ladi dersizlar. Jack M3 narxini arzon qildik. 5% hozir 100% to'lasangiz, yoki avtokredit qilib bersangiz ham farqi yo'q. 5% chegirmasi ustida turibdi. Endi Jack Sunrayga qachon arzon qilasizlar deb telefon qilaverishdi. Oxir oqibat bunga ham где-то $1600 skidkasi ustida turibdi. Undan keyin so'rashni boshlashdi. Buni mashinani qachon rassrochka qilib berasizlar? Qachon rassrochka? Endi bunga rassrochka ham bor. Rassrochkani qo'ldan boy bermaslik uchun pastda nomerlar bo'ladi. Hozir mashina ichiga o'tamiz. Birma-bir qanaqangi hisob-kitob bo'ladi, nima bo'ladi, hammasini tushuntirib beramiz. Ketdik. Tak, bu mashinamiz restyling desam bo'ladi. Nima restyling? O'rindiqlar olingan, o'rindiqlar kamaytirilgan. O'sha endi to'lovga qaytamiz, gapni anaqa qilib o'tirmaymiz. Mashinani bugunga agar 100% to'lov qiladigan bo'lsangiz, mashinani hozirgi narxi 377 million 55 ming so'm. Agarki rassrochkaga olaman desangiz, uni narxi avvalgi narxiga qaytadi, 397 millionlikka qaytadi. Boshlang'ich 60% bilan 60% to'lov qilsangiz agar 12 oyga qolgan summasi 60%ni kiritdingiz, qolgan summasini esa 40%ni 12 oyga hech qanaqangi penalarsiz, foizlarsiz o'zini tanini bo'lib to'laysiz. Bu nimaga yaxshi deyishingiz mumkin. Bu aynan liniyalarda kimlar harakatlanayotgan bo'lsa, shu kunlarda misol uchun keyingi paytlarda tenderga qatnashaman deb yurgan yoki yangi liniyaga mashina qo'yaman degan xullas kalon tadbirkorlar uchun yoki bo'lmasa hozir paytda ommalashib ketayotgan nima ichki turizm bo'yicha kimdadir boshlang'ich to'lovi bor, lekin hammasini olishga misol uchun avtokredit qilishni xohlamaydi. O'sha paytda bu siz uchun aynan zo'r tanlov. Tak, 1 2 3 4 5 orqada 5 ta, haydovchi bilan 6 ta, bemalol mana bu 1.80 bo'lganligi uchun ichida bemalol yuriyman. Yuqorida 10 sm joyi ham bor, shtorkalar bor, mana ochib yopiladigan, o'rindiqlar hammasi komfort, hech qanday qiyinchilik, muammo yo'q. Undan tashqari bu yerda monitor bor. Monitor bor. Xullas qilib, mashina o'zgarmagan. Endi men bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Davay hozir shu yerni o'zida kara-karasini qilib ko'rsatamiz. Tak. Bosamiz. Mashinaning narxi 397 million. Tak. Buni ko'paytiramiz 60% ga. 238 million so'rada, buni 40% qilamiz, ostatga chiqadi. 40% qilamiz. 158 million qolyapti. 158 millionni bo'lamiz 12 oyga. Tak, 13 million 200 dan chiqadi. Buni bo'lamiz ko'chadagi kurs bilan urib ko'rsak agar oyiga $1000 dan to'g'ri kelar ekan. $1000 84. Hozir siz aytishingiz mumkinki, bu $1000 oyga qimmat deyishingiz mumkin. Agar sizda shunaqangi shu paket bo'ladigan bo'lsa, meni maslahatim, balkim siz tanishingizda bordir, bir jakchilar bilan shu aynan Sunray boshqarib yurganlar bilan bir maslahat solib ko'ring. Yoki bo'lmasa ichki turizm bilan kim shug'ullanayotgan bo'lsa, o'sha bilan bir maslahat olib so'rib, maslahat solib ko'ring. Qani u nima deydi? Bir oyda $1000 topib bo'ladimi, yo'qmi? Men ochig'ini aytaman, bir oyda bu mashinadan $1000 emas, bemalol 2x topib bo'ladi. $2000 bemalol topsa bo'ladi. Mashinani agar zapchast bo'yicha muammosi yo'q. Qarochi, jaklarda xudoga shukr shu paytgacha bizdan sotib olgan, xarid qilgan mijozlarimiz bilan muammo bo'lgani yo'q. Tanlov o'zingizda qoladi azizlar. Bunday imkonni qo'ldan boy bermang. China Motorsda qoling, China Motors xalq tanlovi.